Assalamu alaikum, hürmetli görünmeler. Uygur Avrupa Ansamblı'nın Duttar dershanesiga tekrar hoş geldiniz. Ötkenki dersimizde Duttarga tarını qandaq silish ve Duttarni qandaq sazlash haqida ders sözgen edim. Bugün sizlarga 3 xil mazmunda ders sözleymen. Bunun birincisi Duttarning qisqacha tarixi. İkincisi Duttarning qurilmasi. Üçüncü mazmun, en mühim olan mazmun Duttardaki perde ahanglarının notadaki orni qatarlıq 3 mazmun to'g'ri so'zlayman. Diqqatinglar birinci bölümde bo'lsin. Hammalar ma'lum bo'lgandek, Duttar Uyg'ur xalqimizning chakma chalg'usi bo'lib, Fars tilida qo'shtar, ya'ni jubtar, ikki tar degan ma'nosi bor. Milletimizin ecdatları onu 15. asırda Uygur ilideki hukumuşluk zatlar arasında Parisçi sözleş modu boğan mezgilden başlap Parisçi nam bilen atap gelgen. Ameliyette bu xil çalgı asaplarının 14. asırda vatanimizde keng tarqalğanlığı hakkında meşhur sayahatçı Marco Polo'nun hatırsında yazma malumatlar kaldırılgan. Duttar Uygur çalgılar içindeki tarihi bir kadar uzun boğan bir saz, amalar ma'lum bo'lgandek bütün Uygur ailelerinin közgü çalıp turulgan yerde Duttar esirlik. Şundan körülüş bo'ldi ki halkımız Duttar intayin qadrlaydi. Hem ailevi çalgı esbab bulup hesaplandı. İsmetullah Möcize 1855 yılı yazgan Tevrahi Muskayin degan asırda Duttar 15. asırda yaşagan Xurasanlık Mevlan Ali tarafından icat kılgan deyilgan. Demek 14. asırdan başlasak, 15. asırdan başlasak Duttar'ın tarihi xilal uzun halkımız içige kengri tarqalgan. Bugünkü sözlemek bo'lgan ikkinchi mazmun bo'lsa Duttar'ın qurilmasi. Qulamda tuğan manmış Duttar 10 xil türden tarif tapıdı, 10 böleki bölündü. Bunda başka mana resimde ko'rsatgan aniq Duttarning quloqi, Duttarning yüzüdün ko'rsatay sizlarga. Duttarning quloq, birinchi quloq, ikkinchi quloq, tankash hariki, mana bu tarni tengshab turgan tankash xarigi deb ataladi. Moyadagi xarak asosli xarak deb ataladi. Duttarning tankash xarigidan Duttarning bo'g'izig'icha bo'lgan orliq Duttarning dastisi deb ataladi. Bu Duttarning pardalari Duttarda asosan normalda 15 parda var. Xuddi xalq qo'shoqlarida aytilgan Dutturum 15 parda, bosh parda yaman yada. Oynağıyla koymamdan ko'nglim haliga ya degandek 15 parda var. Hem ihtiyaç asasen ko'rib turganladik bu 7 parda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parda bununla ihtiyaç asasen qo'shimcha qo'yilgan. Chunki bu pardalar bo'lmasa bizning ahanglarimiz to'liq chilinmay qoladi. Lekin 15 pardada ko'plagan muzikalarni chag'in bo'ladi. Endi bu kirib turganlar Duttarning yuzligi bu uzunluğu 55 santimetr atrofida bo'ladi. Kengligi 33 santimetr atrofida bo'ladi odatda. Bu kirib turganlar Tara adatda kuchaydan, nilondan, jipakdan yasaladi. Hozir bu kirib turgan tara, nilon tara bu odatda bir tuzib qo'ysa asa yenib ketmaydi. Kuchay tara asa yenib ketgan bo'lganligi uchun hozir nurg'un sazandalar bu shu nilon taraga kunib oldi. Bu shuni ishlatyapti hozir. Eng oxirgi bu nokta Duttar tara ilg'ich. Tarımızda muşunun ilimiz andikin kulakka bağlayımız, iki kulakka. Bu
bu so ovozdan tortib mushakkagicha bo'lgan orliq taxminan dutorning bo'g'izi deb ataladi. Bo'g'izidan tortib mush orliqning hammasi dutorning beshi deb ataladi. Ma resimda aniq ko'rsatilgan, taxmin aniq bo'lish uchun mana tankash hariki, pada, yuzlik, mushning hammasi tara, harak, tara ilg'och, eng oxirgi dutorning beshi, bo'g'izi, mush ko'rsatilgan taraf, dutorning dastasi, ustirlik orliqlar aniq ko'rsatilgan, dutorning quliqi. Dutorningki hariki, ko'rib turgansizlar harik 3 cm kenglikda, 1 cm egizlikda bo'lib, bu üzme yağıştan, ürük yağışından yasalıydı. Dutar adette üzme yağışından yasalıydı. Bu nakışları körep doğduğundadık bizning istikar dutar yasıgıcı ustamlarımız intayin nefs çıralik yasagan, bu nefs çıkan yasalgan bu nakışlar tügünün süngüke, tügünün kuvurga süngüke yani. Kalanın müngüzüdün kesip bir taldan mana körep toğunaldık müşaki koyup müşdak nakışlarını yasılıdı. Bu hem de Kaşqay'da yasalgan rahmetlik İsa-xan ustam yasagan nefs dutta bulup hesaplandı. Duttanın kurulması hakkında menimce hazır muşinçilik sözlep turay. Bunu tepsili bilginler bolsa bu şu bayatın ekranda gösterken uçurni ben yollab qo'yman YouTube'ga. Shundan tafsil o'qisangiz bo'ladi. So'zlamoqchi bo'lgan 3-chi muhim mazmun dutardagi pada ohanglarining notadik o'rni. Dutarning ovoz doirasi kichik harfli guruhdagi so ovozdan kichik harfli ikkinchi guruhdagi so ohangacha 2 oktav bo'ladi. Ma rasmda aniq ko'rsatgan so ovozdan so ovozgacha kichik harflik ikkinchi guruh so ovozgacha 2 oktav bo'ladi. Endi tuanda sizlarga dutar cho'ng sozga tengshilgan vaqtida bu ovozlarning notada qandaq ifodalanganligi, qandaq chiqadiganligini amaliy mening mush duturimda sizlarga ko'rsatib tushundirman. Hozir bu dutta Rey bilen so ovozi tuzilgan. Birinchi oktav bo'lsa, mush chiqayotgan ovoz so, do, shi, la, so, mi, fa, so. Hazır körep toğunda birinci oktav tügüde, ikinci oktava yani so'dan başlandı. So, yarım ovoz yuqori so, la, shi, normal shi, yarım ovoz yuqori shi, do, yarım ovoz yuqori do, re, mi, yarım ovoz yuqori mi, fa, yarım ovoz yuqori fa, so. Ko'rib turgandik, so rayga, ya'ni cho'ng sozga tengshilgan vaqtida duturimizning ovozi mushundoq chiqadi. 2 oktav deganimiz, yana bir takrorlasam, hozir padin basma bo'lgan vaqtimda so ovozdan so ovozgacha. Bayatın uğanның әммені sizlar көстіп қойдым. Uğandan keyin tarını besip turib uğanda qandaq ovoz chiqarganini көстіп qo'ydim. Bu deganimdek rasmda aniq ko'rsatilgan. So ovozdan tarni umumiy vaqtdagi so ovozdan mush so'g'ichi bo'lgan, ya'ni mush so so'g'ichi 1 oktava, bu so'dan eng oxirgi bu so'g'ichi orliq 2 oktava degan 2 oktava bo'ladi. Endi nima uchun yana 2 oktavadan jiq yana mavada padlar qo'yilgan deganda ehtiyoj asosan
bu pərdələr qoşumçu qoyulğan. Çünki nurgun xalq ahanglarda muşu pərdələr işləndi. Bu mani yarım pərdə deb qoymiz. Məsələn, hazır bir xalq ahanga çep baxsam, hazır kürsül əməliyyatda qanaq işləganlığını. Mana bu dutta rey bilen soğuk tuzluğa vaxtidiki avazın çıkışı. Hazır əməliyyatda mı bu qoşumçu pərdelərninki nima üçün qoyulğanlığı nikoda. Agar bu pərdelər olmasa, bayatdan men çağan ahangni to'liq chiqargan bo'lmaydi. Bayatdanki sizlar ko'rsatgan sazlash bo'lsa, cho'ng sazlash. Hazır kichik sazlığa vaqtida duttaning ovozi birinchi oktav, ikkinchi oktav qandoq chiqadi deganda hozir sizlar ko'rsataman. Hozir turimiz rey bilan so'g'it tuzilgan oldi. Hozir biz cho'ng kichik tuzakda rey bilan la bo'ladi ovozi. Birinchisi o'zgarmaydi, ikkinchisi hozir dutturimiz rey bilan la ovoziga tuzildi. Hamda bu vaqtida bu mi ovoz bo'ldi. Mana rey ovoz chiqdi, rey. Mana birinchi tarim rey, buni tutib vaqt rey. Duttaning tuzilgan, tuzilmaganligini bilish uchunmi ba'zi vaqtida bu shundoq ikkili tarim tang urib baqa vaqtida o'xshash ovoz chiqsa, duttaning tuzilibdi deb tushunsak bo'ladi. Shundan bundan boshlab yana so'g'icha bir oktava. So'dan tatib yana bir so'g'icha 2 oktava. Buni bayatda men ko'rsatib qo'ygan. Buni tafsil texmi yaxshi bilishinglar uchun mana hozir men ko'rsatgan ekrandagi notani ayrim holda duttiranglarni cho'ng sazga tangshab nota bo'yicha chapaqishinglar kerak qayta. Yuzanglar ovozini chiqarib baqishinglar kerak. Undan keyin kichik sazga tangshab nota bo'yicha midin tatib shu so'g'icha qandoq ovoz chiqadiganligini yaxshi mashq qilishinglar kerak. Mal o'ng tarafda mana odatda qo'shimcha pərdə qo'yilmagan duttaninki pərdelərinki notada ifadələnişi. Hozir mana 0 deganimiz tarni umugan vaqtda, tarni basmagan vaqtda, chiqqan ovoz rey chiqadi. Boshqa vaqtda ugan ovoz besib turib ugan ovoz bir ovoz, yarim ovoz yuqori rey chiqadi. Unda keyindiki mi, fa yana yarim ovoz yuqori fa, so'ning qarshi tarafidagi ustidagi tarning besib tursa, undan chiqqan ovoz do ovoz chiqadi. Keyindan yarim ovoz yuqori so, la, yarim ovoz yuqori la, shi, do, yani yarim ovoz yuqori do, rey, yarim ovoz yuqori rey, fa, mi, fa, yarim ovoz yuqori fa, so. Ko'rsatganimdek 2 oktava. Ustidagi so'dan birinchi oktava so'g'ich bir oktava. Bu so'dan eng og'ir 15-pərdə so'g'ichi 2 oktava. Hozir bu rasmdagi duttaga qo'shimcha pərdelər qo'yilmagan. Hozir 15-so'dan tatib, yani 5 pərdə qo'yilish mumkin. 5 pərdə qo'ygan vaqtida mening dutturim o'xshash mana. Bu do'da to'xtadi. Agar yana texmi ovozlar kerak bo'lgan vaqtda do, re, mi, fa deb toki mushagacha pərdə qo'yish mumkin. Odatda shu ko'rsatganimdek do ovozda nurg'un muqam ahanglarini, xalq naqshlarini, ijodiy naqshlarini
muş yuqori ko'rsatgan muş padlar orqali chag'in bo'ladi. Vaqt munosabati bilan bugungi dars mushad oyoqlashdi. Keyingi ders ko'rishgacha hammalar Allohga topshirdim. Allohga omonat.